Har bir qiz orzu qiladigan hayotda yashayotganimga ham 1 yil bo'ldi. Hammasini boshdan aytib bersam. Hamma qizlar kabi bizning ham uyimizga sovchi kela boshlagan. Men universitetda maza qilib borib kelib yurgan paytlarim hayotimga Oybegim kirib keldilar. Bilmaganlar uchun biza Oybek Nigora juftligimiz. Aytgancha, meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. 2024-yil 10-sentyabrdan boshlab hayotim 180 gradusga o'zgarib ketdi. Juda ham baxtli edik o'sha paytlar, xuddi hozirgidek. To'yimiz ham bo'ldi, oila degan muqaddas qasrga qadam qo'ydik. Keyin meni kelinlik hayoti kulib kutib oldi. Yangi hayot, yangi atmosfera, yangi oilam meni juda iliqlik bilan qarshi olishdi. Tezda hammasiga ko'nikdim, o'rgandim, mas'uliyatli bo'lishni boshladim. Turmush qurmasimizdan oldin mas'uliyat degan narsa menga begona edi. Oilali bo'lgandan keyin eng yaqin do'stimga aylandi. Turmush o'rtog'imga rahmat. Uyda bo'lgan kunlari hamma narsaga menga qarashib, yordamlashardilar. Hozirgi kunda farzandimizni kutyapmiz. Bu yilning eng zo'r hadyasi bo'ldi biz uchun. Universitetda o'qiganim uchun ham uy ishlari, ya'ni taom tayyorlashga, ro'zg'or ishlariga, uy joyini toza tutishga harakat qilardim. O'qishim 2-smenada bo'lgani uchun ertalabdan hamma ishlarimni bitirib, ujin uchun ovqatli tayyorlab, ham chiroyli bo'lib o'zimga qarab o'qishga borardim. Keyin o'quv kurslariga ham borishga ulgurardim. Onalik juda qiyin ekan. Hamma ona bo'lsang, onangni qadriga yetasan derdi. Men hali farzandim tug'ilmasidanoq onamni qadriga yetyapman. Yosh va bo'lajak onalar sizlarda ham shunaqa bo'lyaptimi? Bu bilan nima demoqchiman? Allohimma har bir ishida xayri bor. Birgina insonni sizga jo'natib ham baxtli, ham taxtli, ham jannatiy qila oladigan buyuk zot. Hamma narsani borida qadrlashni, mehr berishni unutmaylik.